siz oldingizga keldim. Adolat, meni pulim bor $80,000. O'zimga uy olaymi yoki investitsiya qilib keyin uy olaymi desa nima deb javob berasiz? Eng yaxshi pul ishlash investor bo'lish. Uy oluvchilarning ichida musulmonlar ham bo'lsa kerak. Bor, Sizga shunaqa savol berildimi? Qanaqa qilib biz buni islomiy yo'l bilan olamiz degan. Biden bilan 2 yil bizda juda ham yomon bo'ldi. 2 yil hech kimdan ko'p investitsiya qilmadi. Uy olish uchun yoki investitsiya qilish uchun ko'chmas mulkka qachon kirish kerak? Ya siz endi aytganingiz har doim kirish kerak deysiz. Meni keyingi savolim ko'proq o'sha o'zi uchun uy tanlayotganlarga. Hozir investitsiyalar haqida gaplashdik, pul qilish haqida gapirdik. Хоть хотя бы nima возможно o'shani olish kerak. Почему? Birinchi uyingiz hech qachon dream uy bo'lmaydi. Do'stlar, bugungi sonimizni Adela Almetova bilan ko'p yillik realtor Toshkentda, Dubayda va o'sha Amerikada, DMV areada aktiv o'sha ko'chmas mulk sohasi bilan shug'ullanadigan spetsialistimiz bilan suhbat bo'ladi. Suhbatda qiziq va ko'p narsalarni bu yerda cover qilib, sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, Adolat. Rahmat. Men Adolat deyman, Adela deyishim. Qaysi qulay bo'lsa. Adolat, siz ancha yil tajribaga egasiz. Endi ko'chmas mulk, real estate juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lgan mavzu. Menimcha bugungi mavzuyimiz hammani e'tiborini tortadi. Ham o'ziga uy olish bo'lsin, ham ko'chmas mulkka investitsiya qilish bo'lsin. Juda ham qiziq mavzu bo'ladi. Endi biz buni ichiga kiramiz. Endi ichiga kirib turib, qachon uy olish kerak, qanaqa uy olish kerak, qachon investitsiya qilish kerak, real estate nima o'zi u, residential real estate qanaqa ochsak bo'ladi, tushuntirsak bo'ladi. Siz ham O'zbekistonda tajribangiz bor ekan, ham Dubayda tajribangiz bor ekan, ham Amerikada tajribangiz bor ekan. Puli bo'lgan odamlar qayerga ko'proq investitsiya qilsin, shunisi haqida gaplashamiz-da. Hamma sekretlarni aytib beraman bugun desomni. Formatimizni bemalol. Shuning uchun agar biz tema bo'yicha yoki kana bo'yicha ketmaymiz, nima siz o'ylasangiz o'sha ko'rayotganlarga foydali bo'ladi deb O'zbekiston marketi bo'lishi mumkin, Dubaydagi yoki Amerikadagi luboy haqida ochuvchi gaplashaveramiz. Bo'ldi, все, rahmat kattakon chaqirganingiz. Anaqa boshlasak nima deysizlar? Masalan, Amerikaga ko'chib kelyapmiz hammamiz. Endi sekin-sekin o'zbeklar ham yaxshi ishlar qilib, yaxshi daromadlarga ega bo'lib, sekin-sekin investitsiyalar tushunishni boshladi. Qayerga sarmoya kiritsam bo'ladi? Stock marketmi, bond marketmi, ko'chmas mulkmi, aksiya yoki obligatsiyalar deymiz-ku. Shuni masalan ta'lim tomonini qarasaydi, qanaqa qilib bir umuman real estate'dan, Amerikani bozoridan, ko'chmas mulk bozoridan xabari bo'lmagan odamga nimadan boshlaysiz ishni? Oldingizga keldi, Abdujabbor 46 yoshlik, nimadan boshlaysiz ishni? Orqaga qayting uyga deyman. Kech kelibsiz deysiz. Yosh urib qo'ysiz. Okay, real nima investitsiya har xil bo'lishi mumkin-da. Nimaga investitsiya polностью gaplashmoqchiman, faqat real estate emas. Investitsiya hammaga hammaga yaxshi real estate ekan. И смотря qaysi level, qaysi уровеньdaligingizga qarab investitsiya qilasiz. To'g'rimi? Например, 46 yosh уже, наверное, ko'p ishlagisi kelmaydi odammi-da. U odamga ko'proq уже o'ylaydi, qanaqa qilib уже retirement qilsam bo'ladi, pensiyaga chiqishda. U vaqtda например 3-4 uy olib, to'lab, уже все, o'sha rentaliga yaxshigina yashasa bo'ladi, как salary, да, как oylik. Hamma yoshga har xil etiladi. Ну, real estate в основном это как бы wealth, как o'zbekchada aytish mumkin, mulk. Eng yaxshi mulk real estate. Masalan, biznesga investitsiya qilishingiz mumkin, это risk, большой risk, да, bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin, но cash flow har doim bor. Bo'lishi kerak. Real estate cash flow rentaldan bo'lishi mumkin, arendadan bo'lishi mumkin. Lekin yilliga har yiliga oshaveradi o'zidan o'zi. Hech narsa qilishingiz shart emas, olib qo'yasiz, bo'ldi, kimdir to'laveradi, odam qo'yib qo'yasiz, hamma narsa to'lanaveradi, yiliga oshadi. Yiliga, например, aytaylik, apartment building, condo building, da, condo building 40 ming, 50 ming oshadi обычно. Hech narsa qilishingiz kerak emas. Biznes ham shunaqa, например, da, bitta biznes olsangiz, bitta ishchi olsangiz, где-то o'sha ishchi sizga 50 ming ishlayapti. No, o'sha ishchini qanaqa ishlatishingiz kerak? Vaqtida boradimi ishga, to'lashingiz kerak, har kuni ustida ishlashingiz kerak, to'g'rimi? Real estate unaqa emas. Olib qo'yasiz, bo'ldi, o'zidan o'zi ishlayveradi. Sizga bitta har bir narsadan примерно minimum 40 ming, 50 ming chiqyapti yiliga. Как бы oson yo'li, da. И undan tashqari arendadan где-то 20-30 ming yiliga qilasiz. Вообще, да, o'rtacha olib aytganda, agar yaxshiroq investitsiyalar qilsangiz,
townhouse boshqacha, single family home boshqachada, ulardan уже ko'proq. И boshqa sekretlari bor. Endi men bu upcoming areas inogda masalan 200 mingga olgan uyingiz, 300 mingga olgan uyingiz ertaga 600 ming 50 million bo'lishi mumkin. Unaqa har xil yo'llar bilan o'ynab pul qilish mumkin. Rivojlanib borayotgan joylar, rivojlanib borayotgan joylardan olsangiz. Hozir 3 ta mamlakatda tajribangiz bormi sizni? Umuman Amerikanda real estate haqida nima deysiz? Agar deylik investitsiya sifatida pulimdan qaysi joyda ko'proq return deydi-yu, daromadim ko'proq bo'ladi. Dubay marketidami, O'zbekistondami yoki Amerikadami? Eng yaxshi davlat real estate Amerika. Nimaga? Eng yaxshi davlat. Hozir sal o'zgardi. Dubay hozir yaxshi. Lekin Dubayda bo'lganingizda Dubay derdingiz. Hozir Dubay yaxshi. Ikkalasi ham yaxshi. Nimaga? Dubayda kredit sistemasi unaqa rivojlanmagan. Kredit ola olmaysiz unaqa. Kredit olsangiz ham ko'proq pul qo'yishingiz kerak, juda ham qiyin olish. Может berishmaydi ham даже. Amerika nimaga yaxshi? Butun davlat bo'yicha Amerika nimaga yaxshi? Spros katta. Hamma Amerikaga ko'chmoqchi. Во-первых, odamlar katta uy oladi. Bu yerda kichkina uy olmaydi. Katta uy oladi. И всё время ekonomika ketyapti. Har doim kimdir oladi, sotadi. Это значит narx ko'tariladi. Spros ko'p, narx ko'tariladi. Undan tashqari hech qaysi davlat Amerikaga o'xshab kredit bermaydi. Bu yerda hech qaysi pulsiz kelib millioner bo'lishingiz mumkin bir yilda. O'zingiz ham bilsangiz kerak-da. Shunaqa anaqasi bor. America Dream. No, unchalik emas, oldindagi America Dream emas, конечно, bizneslar, boshqa narsalarda. No, real estate hali ham American Dream bor, lekin agar bilsangiz sistemasini bir yilda millioner bo'lasiz. Demak, siz bu yerda ipoteka olish osonligi uchun Amerika hali ham jozibador bo'lib turibdi deyapsiz, ko'chmas mulkda. Amerika строилась kreditda da. Amerika boshqa yo'li yo'q. Amerikada hammada kredit o'sha orqali pul qiladi. Siz masalan O'zbekistonda 50 mingga uy olasiz. O'sha 50 mingingiz yiliga 10 ming oshishi mumkin. O'sha 10 ming oshib boyamaysiz, u uyi narxini oshish haqida gapiryapsizmi? Da, uy narxi oshishida o'shadan pul qilasiz основном. Arendadan qilishingiz mumkin, тоже unchalik emas. Arendadan 20 ming 10 ming chiqarasiz. Uy narxi oshishida основном o'sha real estate puli keladi. Amerikada sizga, например, 50 ming O'zbekistonda investitsiya qildik deylik. 50 mingingiz 10 ming 20 ming oshyapti. 10 ming 20 ming degani bu 20-40% haqida gaplashyapmiz. Juda ham ko'p. Amerika hisoblaylik, Amerika bilan xuddi shu pullar. 50 mingga siz 250 ming uy olasiz Amerikada. Kredit orqali. Siz уже 250 minglik pul bilan o'ynayapsiz. 50 minglik pul emas-da, faqat 250 minglik pul bilan o'ynayapsiz, потому что Amerikani bankini puli orqali. Banklar bizda, например, unaqa kredit O'zbekistonda ola olmaysiz, например, 20% dan ko'p bo'lishi mumkin. Foiz juda ham ko'p, во-первых, O'zbekistonda. Amerikada unaqa foizi kamligi государство поддерживать qiladi, чтобы odamlar uy ola olish uchun-da. Home buying kattani o'zi bu yerda. Siyosat ham qo'llaydi odamlar ko'proq uy olib, uylarni qilishini. Mana joyini tushunmadim hali ham. Qanaqa qilib foyda kattaroq bo'ladi ipotekani ishlatganingizda? Da, то есть 50 ming faqat o'ynayapsiz, 50 ming pul investitsiya orqali qaramamizda. 50 ming bilan O'zbekistonda o'ynayapsiz. Bu yerda 250 ming bilan. Ko'ra bank pulini ishlatsangiz ko'proq summa bilan o'ynaysiz deyapti. Kesh odam qo'lida baribir kamroq bo'ladi nisbatan demoqchi bo'lyaptilar. Siz faqat 50 ming cash bilan o'ynayapsiz O'zbekistonda, bu yerda 250 ming bilan o'ynayapsiz. 250 mingingiz ertaga to'g'ri investitsiya qilsangiz 2 barobar bo'lishi mumkin, 500 ming 1-2 yilda. Shunaqa joylar bor. Narxlar shunaqa oshadiki, 500 ming bo'lishi mumkin. To есть siz 50 ming orqali 250 ming, to есть bank sizga pul bergani uchun 250 ming bilan o'ynab turib 500 ming qilyapsiz, 400 ming qilyapsiz. Bank puli bilan birga investitsiya kiryapsiz. Da. Bankka, например, конечно, nima foiz to'laysiz. Foizingiz qancha? Foiz 20 ming foiz to'lasangiz, yog'iga siz o'sha 100 ming ishlayapsiz, 20 ming foiz bankka beryapsiz. Почему бы нет? Pul ishlash uchun pul ketkazish kerak. 20 mingga berib turib, siz bu yerda 80 ming pul ishlayapsiz. Почему bu kredit olish kerak emas-da? Kredit eng yaxshi yo'l. Shuni bu yerda Amerikada shuni sistemasi bor. Odamlar pulsiz keladi. Menda investorlar bor, hech qanaqa pul qo'ymaydi. Har joydan kredit oladi-da, pul ishlaydi. Nima farqi bor? 7%, 10%, u investorlar даже 13% kredit olishadi. 20 ming berib turib bankka 80 ming ishlayapman, почему бы нет? 50 ming berib turib 50 ming ishlayapman, почему бы нет, da? Qaysi daromaddan keyin bu yerda yo o'ziga yoki investitsiya uchun uy oladi? Aniq qiling. Daromad. O'rtacha uylar narxini olaylik. Masalan, Amerikada o'rtacha uylar narxi 422 ming ekan, 2024-anaqasi statistikasi.
49 trillion home residency, ya'ni shaxsiy uylarni olganda bahosi 50 trillionga yaqin ekanda. Интересно bilmagan ekanman desam shu uchun. 50 trillion katta mulkda. O'sha uy olishdan oldin masalan siz o'tirib gaplashasiz-ku, endi nimalar bo'lish kerak? Birinchi, masalan, Amerikada uy olish uchun qualification deydi-ku. Uni olish uchun nimalar kerak va nima dokumentlar kerak-da. Uyni olish uchun daromad. Har xil nima kreditlar bor, во-первых, da. Государственный kreditlar bor, государство insurance berayotgani uchun, государство как бы ularga insurance berayotgani uchun ularda restrictions ko'p, nima qoidalari ko'p. U qoidalarga nima har bir anaqangizni dokumentingizni tekshiradi, qayerda ishlayapsiz, qancha ishlagansiz. Например, kamida 2 hafta ishingiz bo'lishi kerak, pay stub ko'rsatasiz. Kamida 2 hafta pay stub. Kreditniy skoringiz bo'lishi kerak, kreditniy skor and yana nima, tax 2 yil oxirgi taxis. 2 yildan oldin Amerikada uy olish imkoni yo'q, bank bilan. Bo'lishi mumkin, agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, uni hamma dokumentingiz bo'lmasa, boshqacha loanlar bor, unga faqat ko'proq down payment qo'shishingiz kerak. Interestingiz, foizingiz kattaroq bo'ladi. Shu mana muammosi. Agar 2 yildan kamroq bo'lsa, foizingiz ko'proq, down payment ko'proq qo'yasiz. Yo'q, mana shu savolni ham tuzatganda nima tuzdim deyman. Misol uchun kelgan odam ko'pincha birinchi rentdan boshlaydi-da. U apartment oladi, qiladi-da. O'sha qaysi urovingga yetganda уже vaqt keladi, уже bo'ldi, men уже rentdan chiqib uy olishim kerak degan vaqt qachon keladi deysiz? Qachon cash please, наличный please bo'lsa, sразу уже uy olish o'ylash kerak. Tez ovurish kerak, уже qo'lida pul yig'ildimi? O'sha taxminan qancha cash kerak? Agar unaqa dokumentlari bo'lmasa, 20%. Agar u dokumentlari hamma narsasi tayyor bo'lsa, 3,5%, 5% down payment, o'sha начальный pul qo'yiladi. Undan tashqari closing cost 3-4%. Обычно. 10% cashingiz bo'lsa, dokumentingiz, hamma narsangiz bo'lsa, тогда 10% cash наличный bilan uy olish mumkin. Agar hamma o'zini atrofidagi uy narxlarini biladi, deylik, Marylandda 400-500 mingga ham to'lasa bo'ladi. Da. Arlingtonda 1 milliondan kamida uy topish qiyin. Da. False ham shunaqa. Sal Shantali tomonga o'tsangiz, balki 800 ming uy topsa. Demak, 800 ming o'rtacha olib qarasak, Maryland bilan Arlington o'rtasida 10%, 80 ming pulingiz bo'lsa, demak, uy olishga imkoniyatingiz bor deb hisoblanasiz. Da, 80 ming, da. Agar unaqa, например, donc u narxlar, смотря qanaqa narx olmoqchilar-da. 80 mingga ham boshqa, хоть хотя бы kondo olsinlar. Хоть хотя бы nima возможно o'shani olish kerak. Почему? Birinchi uyingiz hech qachon dream uy bo'lmaydi. Mечтать qilgan uyingiz bo'lmaydi, da. U mечтать qilgan uy olish uchun birinchi investitsiya qilish kerak, yaxshigina o'sha pulingizni ishlatirish kerak. Pulingizni ushlab turganingizda bank inflyatsiya kattaroq-da yo'qolyapti. Undan ko'rasi anaqaga qo'ysangiz, real estate ga qo'ysangiz, inflyatsiyani eng yaxshi yutish yo'li real estate ga qo'yish. Siz oldingizga keldim. Adolat, men pulim bor $80,000. Uy o'zimga uy olaymi yoki investitsiya qilib keyin uy olaymi desa nima deb javob berasiz? Investitsiya. Birinchi investitsiyadan boshlaymiz. Даже u ham, смотря qanaqa finansingiz bor, har xil odamda har xil situatsiya bor. Agar siz arenda ko'proq to'layotgan bo'lsangiz, men sizga uy olishingizni maslahat qilaman. Agar siz arenda kamroq to'layapsiz, investitsiyangiz kattaroq bo'lsa, investitsiya olib, uni arendaga berib qo'yishni qilaman. Смотря как. Masalan, Arlingtonda 3000 arenda turadi. Lekin 3000 mortgage bilan uy olish bemalol olardilar. Da, bemalol olardilar 3000 ga. 2000 ga turgan bo'lsa-chi. Townhouse где-то Maryland, bir xonali bo'tda Arlingtonda olsa bo'ladi. Почему бы нет, да? Kimdir masalan o'sha arendani kimdir olgan, kimdir investitsiya qilyapti, bu odam to'layapti. Почему бы не купить себе, да, и то же самое сделать? Siz shunaqa qo'polchasiga hisoblab beraverasiz-da, masalan, keldi oldingizga, to'xta, men buni senga Excel qilib yozib uy olishing kerakmi yoki ijarada yashashni davom etishing kerakmi degan hisob-kitob qilasiz-da. Da, Excel qilmayman, просто gaplashaman, уже tushunaman qanaqa finansiy anaqada. Realtorlar anaqasi bizning ishimizni situatsiyangizni bilib, yaxshi to'g'ri maslahat berish. O'shaning uchun realtor juda ham важно. Realtor olganingiz juda ham важно, потому что bizni maslahatchimiz. Undan tashqari kontrakt bizni kontrakt hammasini to'g'rilaymiz, to'g'rimi? Maslahatchi. Har bir odamga yuborayotganimizda agar realtor aqlli bo'lmasa, noto'g'ri odamga yuborsa, masalan, noto'g'ri ish ketadi уже.
tushunib turib situatsiyangizni bizga maslahat berishimiz kerak. Okey, men biz sizga yaxshiroq anaqa bo'ladi. No, o'zingizda ham xohish bor, конечно. Sizni xohishingizni ham eshitib turib, keyin maslahat berish. Okey, sizga men bu investitsiya yaxshi, yoki men bu uyni olib turib, yashab turib, keyingisini mana shunaqa olishingiz mumkin. Shunaqa maslahat berish mumkin. To'g'ri yo'lga tushyapmiz. Demak, to'layotgan ijaram oladigan uyimdan ko'proq bo'lsa, uy olganim yaxshiroq. Birinchi raqam. Ikkinchisi 80 ming 100 ming dollar naqd pulim bo'lishi kerak. 20% yoki 10% down payment bilan uyga kirish uchun. Uchinchisi maoshim bo'lishi kerak Amerikada. Pay stub dedingiz boya. Bu yerda daromadim bo'lishi kerak, daromadim ko'rsatadigan hujjat bo'lishi kerak. To'rtinchisi 2 yillik soliq reportlar topshirilgan, tax return bo'lishi kerak. 2 yil oldin bo'lsa, banklar ipoteka bermaydi. Bo'lishi mumkin 20% bilan. 20% to'xtaydi unda. Endi bular hammasini oldinda keldim oldingizga siz maslahat berishni boshladik. Keyin yana sizga uy qidiramiz. Uy qidirishdan oldin yana bitta narsa qolib ketyapti. Bank bilan oldin gaplashaylik. Demak, sizni o'zingizni networkingizda banklar ham bormi? Da. So, mana shu banklarning ham anaqasi bor. Bankka hech kimga aytmayman. Oddiy uy olayotganingizda bankka borib, bankdan nima loan olish. Bankdan loan olish yaxshi emas. Почему? Во-первых, banklar katta investorlar bilan ishlaydi. O'zingiz bankingiz bo'lsa, может быть, sizga yordam beradi, но все равно yopa olmaysiz ular bilan. Boshida aytadi, "Ha, biz senga pul beramiz, hammasi yaxshi deydi." Imенно yopayotganingizda aytadi, "Oh, men dokumenting to'g'ri kelmayapti, yopa olmaymiz" deydi. Siz bu bilan katta banklar aytasiz, даже kichkina banklar ham, banklar ko'pincha o'ylashadi investorlar bilan ishlash. Почему? Bankdagi odamlar, bankdagi manba ishchilar oylikka ishlaydi, foizga ishlaydi. Siz masalan residential bitta odamga ularga yordam berishi ularga невыгодно, потому что foiz juda ham kam o'tdi. Ishlagingiz kelmaydi. Shu bilan o'ylangki, siz borvasiz, ular ha yopamiz deydi, endi yopayotganingizni yopmaydi, keyin siz mana bu down paymentingizni yo'qotib qo'yasiz. Tak risk. Eng yaxshisi brokerlarga borgan yaxshi. Broker kim? O'rtada turib, sizni dokumentlaringizni olib bankka beradi ular. Chiroyli qilib. Потому что siz borsangiz bankka, например, bitta situatsiyangizni bank ko'rsa, уже noto'g'ri ekan deydi, ularda restriction katta. Сразу yo'lda boradi. Broker oladi dokumentingizni sizga maslahat beradi. Mana bunaqaga chiroyliroq qilib yozamiz, o'tkazib beradi. Ularga ozgina pul to'laysiz, конечно, filari bor. Но зато loaningiz точно olasiz ulardan. Men birinchi marta eshityapman, broker orqali loanga borish. Siz bankskiy sistemada ishlaysiz, sizda тоже такой, sizdan eshitaman bo'ladi. Men как бы вот эта информацияni olganman, то есть o'zim o'tganman. Agar shunaqa xizmat bo'lsa, lekin ko'pincha kichkina banklar bo'ladi, kichkina banklar loan officerlar bo'ladi-yu. O'sha aytmoqchimiz, brokerda loan officerlar aytasizmi? Da, loan officerlar, некоторые да. Ular alohida o'zini mustaqil loan officer bo'lishi mumkin, qarz beradigan odam. Ular ham orqasida banklar turadi, lekin aytganingizda ko'proq o'rtakash bo'lib beradi. O'rtakash bo'lib beradi. Ular o'zini niqasini qo'yadi, fiisini qo'yadi. Endi bordik, sizni deylik networkingizda bank yoki brokerlar bor. Broker orqali gaplashdingizda, deylik ular sizga approval olib beradi. Qancha muddatda olib beradi unisini? Bir oy ketadi. No, har xil situatsiya bo'lishi mumkin. Например, oson emas. Uy olish oson emas Amerikada. Har xil situatsiya chiqib qolishi mumkin. Например, inspeksiyada nima tekshirish, uy bitta narsa noto'g'ri chiqib qolsa, hali ham gaplashib to'g'rilatishingiz mumkin. Смотря qanaqa kontraktda. Undan tashqari appraisal, bankdan odam yuborishadi, u odam hisoblaydi qancha turadi uy. Boshqa uylar bilan solishtirib, har xil square feet, qanaqa remont, har xil situatsiyasini ko'rib chiqib, aytadiki, mana shuncha turadi narx. Undan o'tish kerak. Har xil steplari bor-da. Keyin dokumentlaringiz hammasi, dokumentingizni 2 marta so'raydi loan officer. Birinchi marta so'raydi, o'sha sizga masalan borib uy olish, masalan biz uy ko'rishdan oldin siz o'sha loan officer bilan o'tirib har xil dokumentlarni yuborib, birinchi sizga aytish kerak, 400 ming ola olasizmi, 500 ming ola olasizmi, qancha ola olasiz, o'shani tekshirish uchun sizdan dokument oladi birinchi safar. Yopayotganingizda, uyni sotib yopayotganingizda unda yana bir marta hamma dokumentingizni tekshiradi. Men aytaman, как бы qoningizni tekshirgandek. Har bir dokumentingizni tekshirib chiqishadi. Shu 2 marta tekshiriladi u narsaga. Shu har xil steplardan o'tishingiz kerak.
Amerikada как бы qiyinroq чуть-чуть uy olish. И undan tashqari даже offer berayotganingizda bu yerda bitta odam emas, несколько odam uy oladi, то есть несколько odam bilan как бы как это называется, competition, raqobat bo'lishi kerak. Bir necha kishi taklif beradi. Da. Shuni hisobiga ham uylar narxi tushmaydi, shuni hisobiga maosh bor. Sпрос katta-da, даже yomon degan uy ham osongina sotiladi. 2-3 oyda. No, o'shanga ham, например, 2-3 ta offer olamiz. Endi bankdan qog'oz oldik. Bank aytdiki, "Men sen 800 minggacha yoki 1 milliongacha uy ola olasan" degan qog'oz berdi. Siz oldingiz, abjob borgan qo'lda qog'oz bor, uy qidirishni boshladingiz. Undan keyingi protsessni tushuntirib berasiz, undan keyin investitsiyaga o'tsak. Undan keyin смотря situatsiyasiga qarab qayerdan uy olish. Men обычно anaqa как бы investitsiya bilan shug'ullanganim uchun ko'pincha men qanaqa o'ylayman. Menga odam kelsa, men o'ylaymanki, bitta uy olib qutuldim emas. Men o'ylaymanki, xo'p, bitta uydan shu odam pul ishlaydi. Ertaga yana boshqa uy oladi, o'sha pul ishlasa, yana oladi. Как бы pul ishlashini xohlayman o'sha odam. Siz ham rosa ko'p pul ishlaysiz. Uni soddasi agentlik как бы ishchi. Agentlikdan men unaqa investor, eng yaxshi pul ishlash investor bo'lish. Men investorman o'zim, agentlikni investor bo'lganim uchun men bu har xil narsalarni ko'rish uchun agent bo'lganman. Как бы я в этом хорошо разбираюсь, почему бы нет, да? Но agentlikdan katta pul ishlamaysiz. Eng yaxshi pul ishlash investor. Investor 100 ming ishlasa, agent где-то 10 ming oladi o'shandan. Unaqa ko'p emas. То есть любой odam kelsa, men o'ylaymanki, o'sha odam pul ishlashi kerak. Даже обычный uy olayotgan bo'lsa ham, как бы uylarni ko'rishimizdan har doim maslahat beraman. Men bitta mana shuncha uy pul ishlaysiz. Men bitta uncha pul ishlamaysiz. Oldindan ko'ra olasizlar-da, qancha olishi mumkinligini o'tda. Endi biz uy ko'raverganmiz, как бы tushunamiz. Da. Ko'z pishib ketgan. Adolat aytdingmi, uylar kategoriyasini gaplashib ketaylik. Men investor uchun single family house, ya'ni bitta alohida turgan uymi yoki town house edi, bir-biriga yonma-yon turgan uylar yoki apartment deydi, katta binodagi apartmentlar deydi. Yana qanaqa kategoriya? 3 ta o'zi. 3 ta. Ko'p co-op bor. Co-op это uy olmaysizda, share sotib olasiz. Qaysi birini siz o'z maslahat berasiz ko'pincha va qaysi biri ko'proq sizga return olib kela oladi? Townhouse или townhouse deydi, o'zbekcha ham townhouse или single family home, конечно, yaxshiroq. Почему? Okey, co-opda faqat share sotib olasiz, uy sotib olmayapsiz, как бы real estate owner emassiz, share sotib olasiz, и ko'p pravilalari bor, и narxi oshmaydi, потому что real estate egasi emassiz. Kondo yaxshi, kamroq ish, lekin HOA, management fees har doim har yil oshadi bu yerda. Har xil remontlardan. И o'sha oshganiga hozir sпрос ko'p emas. Inaqda bo'ldiki, bir xonali uy kondo fees $1200 bo'lib ketdi-da bu yerda. Невыгодно hech kimga. O'shanga sпрос unaqa ko'p emas, narxi unaqa ko'p oshmaydi. No, lekin cashingiz turgandan ko'ra o'shaqa uy olgan ham yaxshi. Nima ola olsangiz olgan yaxshi, почему? Inflyatsiya, опять же. No, lekin townhouse, single family home yaxshiroq. No, har xil joylari bor. Joylarni biz topishimiz kerak. Men qanaqa qilib joylarni topaman, keyingi qaytga investitsiya qilsa bo'ladi. Har xil, masalan, politiklar bilan gaplashish, investorlar bilan qaytga investitsiya qilyapti. Undan tashqari davlat qaytga budjet beryapti. O'shanga qarab hammasini o'ylayman-da, keyin o'shanga qarab men investitsiyaga yetaman. Mana shunaqa narx, mana shu joy yaxshiroq, ko'p pul olib keladi. Lekin masalan o'zi uchun yashash uchun bo'lsa, men уже o'ylaymanki, хорошо, смотря ishlari qayerda, da, и bolalari bormi, masalan, maktabda bolalari bo'lsa, maktab yaxshi maktablar bo'lishi kerak. O'shanga qarab, masalan, Virginia ko'pincha, masalan, o'zi yashamoqchi bo'lsa, Virginiani maslahat beraman. Virginiyada ham har xil joylar bor, narxlar oshayotgan va narxlar oshmaydigan joyi. O'shanga qarab тоже maslahat berishga harakat qilaman. Ammo boya yana qarang aytib keting, opportunity zone dedingiz-ku. O'sha zon qanaqa ishlaydi? Qayerdan topasiz ma'lumotni? Uni men aytdim-ku, o'sha politiklar bilan gaplashaman, investorlar bilan gaplashaman, qayerga investitsiya bo'layotganini, bilamanki, qayerda davlat qayerga grant beryapti. Improvementga. O'shanga qarab aytaman, mana shu area уже kelyapti. Просто даже olib uyga qo'yib qo'ysangiz ham, hech narsa qilmasangiz ham narxi oshadi u yerda. Даже bankrotство bo'lib, krizis bo'lsa ham, uyingizda hech qanaqa narxi o'zgarmaydi.
tushunarli. Zo'r. Oxirgi mana Tramp kelgandan keyingi o'zgarishlar bo'lyapti-yu. Har kun marketda yangilik bor, har kundan borishi. Sizlarning sohaga, именно bu market real estate'ga qanaqa ta'sir qildi? Juda ham ta'sir katta, roller coaster как бы. Real estate o'zi roller coaster bizda. Odamlar har bir anaqadan nima newslarni ko'rsa, yaxshi news bo'lsa, investitsiya qilishni boshlashadi. Yomon anaqa bo'lsa, bo'ldi bir hafta jim. Reaction tez bo'ladi o'sha marketga. Aha, reaction katta. И masalan stocks past ketsa ham hamma real estate olishni boshlaydi. No, в основном nima bo'lmasin, hamma real estate oladi. Nimaga? Real estate это как ovqat. Мы нуждаемся в этом, да? Real estate это uyda yashashimiz kerak. Hech kim olmadi deganda ham odamlar нуждается, это yashashdan qisolmaydi-da, nimadan aniq qo'yib qatqisa ham to'g'ri. Кризис нуждающий anaqalarga unaqa ta'sir qilmaydi. U ovqatga unaqa ta'sir qilmaydi, потому что кризис bo'ladi, odamlar ovqat oladi. И real estate oladi, потому что yashash kerak. Farqi yo'q. Даже bo'lmadi deganda ham bizda still до сих пор odamlar uy olayotgan bo'ladi. Politikan ta'siri. Biden bilan 2 yil bizda juda ham yomon bo'ldi. 2 yil hech kim unaqa ko'p investitsiya qilmadi. Faqat oddiy hisobiga bu mana. Urush hisobiga Bidenni bo'tda nima birinchi investorlar investitsiya qiladi. Даже oddiy oluvchilardan tashqari birinchi investorlar. Yaxshi vaqt bo'lsa investorlar olishni boshlaydi. Bidenni sistemasini hech kim yoqtirmadi-da. И investorlar yoqtirmadi. То есть и Bidenga ishonch yo'q. Ekonomika yomon bo'ladi deb o'ylashdi. Это на самом деле было. 2 yil как бы bizda kichkina krizis bo'ldi. Investorlarda pul yo'q, uyini sota olmayapti, oddiy odamlarda pul yo'q. То есть 2 yil вообще juda ham market juda ham yomon bo'ldi, DCda особенно. DC juda ham olish sotish bo'lmadi. И hech kim, во-вторых, hech kim o'ta ishlamadi. Как бы DCda hech kim ishlamadi, hech kimga kerak emas uy. И o'shanga DC narxi tushdi. U har doim DC narxi hamma narsa DC dan ketadi обычно. DC narxi tushsa, Virginia narxi tushadi, Maryland ham narxi tushadi как бы. Bu safar чуть-чуть по-другому было, Virginia narxi чуть-чуть ko'tarildi. Почему ko'p DC odamlar Virginiaga ko'chdi? Lekin hamma joyda ham emas, ko'pincha Tysonsda narxlar oshdi, qolgan joylarda unaqa unchalik emas. Trump kelishi qanaqa ta'sir qildi? Trump kelishi bilan, Trump уже bo'lishi bilan hamma investitsiya qilishni boshladi. Hamma investorlar, даже hozir masalan har xil tariflar bo'lyapti, bu narsalar bo'lyapti. Investorlarga farqi yo'q. Trump sistemasiga investorlar ishonadi и инвестирует. До сих пор olishyapti hamma narsa. Trump bilan hamma narsa tezroq bo'lishni boshladi. Odamlar olish hammasi. Mamlakatchi, sizni hozir foizlar hali ham tushmadi. Foizlarning tushmasligi qanchalik real estate'ga ta'sir qilyapti? Ipoteka foizlarini. Hamma ko'p odamlar masalan 2 yil ololmadi. Sistema как бы они хотели, не смогли купить, потому что foiz и pul bo'lmadi, ko'plarda cash bo'lmadi. Hozir odamlarda cash bor, olaman deyapti, faqat oladigan uyini o'sha foiz kattaligi uchun oladigan uyini ola olmayapti. Ko'plik kutyapti. Hozir foiz lekin tushadi. Foiz tushishi mumkin 5% gacha naverno tushadi. Как я думаю. 5% gacha tushadi. Foiz tushishi bilan market boom bo'ladi, как бы hamma uy olishni boshlaydi. Hamma kutib o'tiribdi hozir. Ololgancha olyapti, uni ko'plar kutib o'tiribdi. Market как Coviddan keyin nima bo'ldi, eslasanglar, market как бы ужасно было, да? Hamma uy olishni boshladi. Xuddi shu narsa bo'ladi hozir. Foiz tushishi bilan ужасный market bo'ladi. И как бы real estate narxi опять oshadi. И undan tashqari как бы stocks, да, birja pas. Hamma uy olishni boshlayapti o'sha опять, потому что когда birja tushishi bilan hamma real estate'ga o'tishni boshlaydi yana. To'g'ri. Mani klientlarim siz olar ekansizda. Sizda stokmi? Nima deb o'ylaysiz, stok yeb borishingiz kerak. Stok yaxshi bo'ladi. O'zi anaqa real estate anaqasiga qarasangiz, ko'pincha analiz qilganda investitsiya sifatida orqaga qarab yurasiz-da. 1930-yildan bu yoqqa qarab agar qarasangiz, har bitta asset class edi. Masalan, real estate bitta asset class. Bitta mulk turi. Stock bitta mulk turi. Aksiyalar yoki obligatsiyalar, bonds bitta mulk turi. O'sha mulk turini o'rtacha keltirgan daromad naqas raqami bor. Masalan, real estate 5%. Stock qarasa 10%.
Shunga ham portfolio odamlar portfolio qilayotganda ko'pincha mani stokim deydi. O'rtacha 8-10% bo'tan daromad qilishim kerak. Mana obligatsiyalarim bo'tan 3-4% qilishim kerak. Mana real estate'im 5% qilishim kerak. Shunaqa qiladi-da. Tushungan odam. Tushunmagan odam faqat real estate oladi yoki bo'lmasam faqat stok oladi. Tushungan odam diversifikatsiya qiladi. Har xil. O'zi eng yaxshisi. Eng yaxshi yo'li shu. Bundan ham yaxshiroq model hali anaqa qilinmadi. Qanday gaplashishlik deylik, mana buyers and sellers market deydi-yu. Sotib oluvchilar yoki sotuvchilar bozori. Shuni qisqacha tushuntirsak, hozir qaysi bozorda biz umuman uy olish uchun yoki investitsiya qilish uchun ko'chmas mulkka qachon kirish kerak? Ya siz endi aytganingiz har doim kirish kerak deysiz. Balki to'g'ri anaqani kutish kerakdir zamonni. Bozor qanaqa bo'lish kerak? Yutqazib qo'yasiz inflyatsiyaga agar kutadigan bo'lsangiz. Например, biz kelyapmiz, bu hech narsasiz. Может быть, чуть-чуть pul olib kelyapmiz-da. Hech narsasiz kelyapmiz. Amerikanslar bu yerda katta pul ishlayapti. Biz kelamiz, bu yerga hech qanaqa pul yo'q-da. Как бы pulsiz, ish topish, во-первых, juda ham qiyin. Или boshlasak ham ish minimum wage pul ishlaymiz. Qachon u Amerikani leveliga o'ta olamiz? Когда to'g'ri investitsiya qilsak. A tak mana bu ish bilan hech qachon ularni levelda bo'la olmaymiz. Eng yaxshi yo'li real estate investment. Почему? Не потому что men real estate o'taman. O'zim shu bilan boshlaganman, как бы o'shanga ishonaman. O'zbekistonda без ничего boshlaganman real estate. Mana как бы financial free qildi-da. И Amerikada ham xuddi shu narsani qildim. Я верю в это. Как бы если не верю, я бы не продавала, да? Amerikanslarning sistemada, то есть leveliga o'ta olmaysiz agar mana тем более inflyatsiya katta-da. Hech qachon unaqa levelda bo'la olmaysiz agar to'g'ri investitsiya qilmasangiz. Birjaga sразу bora olmaysiz. Birjaga katta pul bilan borishingiz kerak. Как siz aytgandek, 3 ta narsaga keyinroq investitsiya qilishingiz kerak. No boshida eng yaxshi real estate, почему kichkina pul bilan ko'p narsa qila olasiz. Почему bu yerda bank именно, davlat именно real estate qo'llab-quvvatlaydi, да. Как бы ular real estate olsangiz, как бы interest rate'ingiz kamroq, чем biznesga olgandan ko'ra, to'g'rimi? Любой narsaga bu yerda loan olsangiz, qiyinroq, чем real estate'ga olish. Uyga eng osoni uyga как бы loan olish bu yerda. Undan tashqari o'sha eng kam pul bilan даже real estate'dan boshlasangiz bo'ladi. Uni masalan narxi oshishi bilan uni yana refinance qilib, yana unga loan olib turib boshqa uy olishingiz mumkin. O'sha pulni olib turib boshqa investitsiya qilishingiz mumkin. Или, например, stokka ko'proq pul kerak dedimi? Biznesga, например, biznes sразу boshlasangiz, biznes risk. Yiqilishingiz mumkin. Yiqilsangiz bo'ldi, hech narsa pulingiz qolmadi. Real estate bilan yiqilmaysiz, потому что real estate yiqilsa ham uyingiz bor hali. Как бы narx tushib ketdi deylik. 100% risk emasda. Da. Narx tushib ketdi deylik, real estate'ingiz hali ham o'sha turibdi. Bir narsa qilib hali ham pul ishlasangiz bo'ladi undan-da. Undan tashqari bu yerda eng zo'ri Amerikada real estate soliq uchun juda ham zo'r. Soliq uchun, то есть nima pul ishladingiz, masalan, real estate'ingiz masalan aytaylik, bitta kondoingiz bor, и undan tashqari ofisda ishlayapsiz. Ofisda ishlagan pulingizni sразу налог yechib oladi. Katta pul налог to'laysiz, hech qancha ishlamaysiz. Nima qilasizki, men bu bir xonali uyingiz bordan write off qilasiz. Masalan, hamma inkomlarni olib turib, masalan, ishlagan pulingizni olib turib, rasxodlaringizni qo'yasiz. O'sha rasxodlar nima bo'ladi? Siz to'layotgan mana bu management fee, soliq, real estate solig'i. Aytaylik, yana nima, bu narsalarni fix qildingiz, например, tuzatdingiz, o'shalarga rasxod, o'shani ko'rsatsangiz bo'ladi. Undan tashqari eng zo'ri depreciation. Depreciation har bir uyga har xil. Bывает даже 10 mingdan tepasi. 10 ming просто так soliqdan olib tashlaysiz. Вообще eng zo'ri shu yerda, мне кажется. Depreciation'ni soddaroq tushuntirib bering. Depreciation, по-моему, 30 yilga, adashmasam 30 yil 40 yilga uyga, ha? 27 yil. 27 yilmi, ha? Commercial 27 yil, по-моему. Residential по-моему, да, commercial kamroq, residential где-то 30 yil, adashmasam 35 yil depreciation hisoblaydi. Nimaga siz har yil ishlatyapsiz-da? Это как бы biznesda, например, siz kompyuteringiz bor, ishlatyapsiz, o'shanga ham depreciation qilib rasxodini yechsangiz bo'ladi. A real estate'da uyingizda, например, depreciation o'zingiz uyingiz bo'lsa,
uni расход qilib yecha olmaysiz. Agar investitsiya qilib arendaga berib qo'ygan bo'lsangiz, undan depreciation qanaqa hisoblash yo'li bor? Esimda yo'q qanaqa hisoblashadi. Minimum где-то 10-20 ming yechasiz har yili. Shunday qaraydi, masalan, deylik, uy narxini 1 million deb olsak, boya aytganingizdek commercialda, residential alohida schedule bo'ladi. Square feetini hisoblaydi-da. Yo'q, uy narxini unaqasini taxable valuesini olib turib, har yilga bo'lib o'radi. 30 yilda qancha uni tushirsak bo'ladi. Deylik 1 million dollar 30 ga bo'lsangiz, yiliga 30 ming dollardan deylik tushirib borasan. O'sha income qildingiz, depreciation deylik, o'tdan 30 ming dollar income qildingiz, 30 ming dollar depreciation kirdi, 0 ga tushadi income. Shunga ham tax free income shunaqa qilishadi o'zi real estate. Shu o'zi umuman mulk turlarining ichida soliq uchun ko'chmas mulkdan ham yaxshiroq bir mulk turi yo'qda. Eng zo'ri, мне кажется. Doktorlar ham, advokatlar ham hamma boylar oladi. Hammasi oladi. Shu asosiy maqsad ikkita, bittasi ham ijara kelsin, ham ikkinchisi soliqdan foydalanadi. Yutiladi-da. Men aytaman, bu yerda Amerikada pul ishlaysiz, когда solig'ingizni sdavать qilganingizda. Undan oldin pulingiz sizniki emas hali ham. Именно вот налог sdavать qilganingizda o'sha kuni sizni pulingiz realni qaysi pul ishlaganingiz ko'rinadi. To'g'ri, soliq juda ham katta bu yerda. Soliqni qanaqadir расходini yechish bilish kerak. O'sha aytgandek 3 ta narsaga investitsiyada, biznesga, keyin уже ko'p pulingiz bo'lganda, конечно, biznesga investitsiya qilsa bo'ladi. Real estate is mana bu birjada. Birjadagi pul ishlaganingiz write off naqa ko'p emas-da. Mana bu расходlarni yechish naqa ko'p emas. Birjada ishlagan pulingizni o'sha real estate bilan yechib olasiz, как бы. Real estate расходи bilan ko'rsatib, o'shanda ko'proq cho'nchagingizga pul qoladi. Savol bo'yicha o'zi bitta podkast qildik. Keyin safar ko'proq real estate chekirishimiz kerak endi. Daromad oshib borgandan keyin o'zi tabiiy tarzda o'zi insonlar ko'chmas mulkka qarab boradi. Sani ikkita camp deydi, ikkita taraf bor, ikkita yo'nalish bor. Bittasi David Ramseyning yo'nalishi, agar eshitsangiz yoki bo'lmasa Kiyosakini ko'p gapirishadi, ya'ni Grant Cardone gapirishadi. Ikkitasini asosiy farqi, David Ramsey umuman qarz ishlatmasdan ko'chmas mulk olgan. Qarzga kirmagan, qarz yomon narsa. Faqat shu qarzga qarshi targ'ib bor. Amerikada emas u sistema. Ikkinchisi anaqaniki qarz ol deydi. Oxirigacha qarz olgan. Потому что soliqqa yaxshi, qarzingizni yechib oladi. То есть, masalan, real estate'ingiz bor, qarzga olgansiz kreditga, interest to'layapsiz 20 ming deylik, o'sha 20 mingni o'sha dohodingizdan yechib olasiz, soliqqa qolganiga to'laysiz. Eng zo'ri, почему бы нет, да, soliq o'sha. Sizni anaqalaringiz ichida uy oluvchilarning ichida musulmonlar ham bo'lsa kerak. Bor, Sizga shunaqa savol berildimi? Qanaqa qilib biz buni islomiy yo'l bilan olamiz degan? Berildi. Qanaqa qilishadi? Islomiy banklardan olsa bo'ladi. No, ular ko'pincha cash bilan anaqa olishadi. Обычно o'sha foizga ishonmagan musulmonlar cashga olishadi. Nalishga olishadi. Bu yerda, по-моему, bor. Men ishlatib ko'rmagan. Meni klientlarim ishlatmagan. Нет, no, eshitganman, что bor bu yerda. No. Okay, men o'zim biz musulmonmiz-da, to'g'rimi? Как бы bu dunyo boshqacha уже. Hamma aytilgan narsani bu dunyoda qila olmaymiz, to'g'rimi? Amerikada agar musulmon bo'lib to'g'ri yuraman desangiz, to'g'ri yurish kerak. No, agar полностью musulmon bo'laman desangiz, yashay olmaysiz. Потому что dunyo boshqacha уже o'zgargan, to'g'rimi? O'shaning uchun, мне кажется, kredit, я не знаю, как это объяснить, но это кредит, hamma joy kredit bo'ladi, в конце концов. O'zbekiston ham. Это будущее. Как это без этого? O'z O'zbekistonda ham hozir kredit asoslangan. Hamma kredit bo'lib ketdi. Kapitalizmni bitta naqa turish shu, ya'ni kapitalizmda baribir kredit ishlatish kerak, kredit leverage investment. Shunga olib boradi baribir. Bo'ldi. Bo'lmasa, meni keyingi savolim ko'proq o'sha o'zi uchun uy tanlayotganlarga, hozir investitsiyalar haqida gaplashdik, undan pul qilish haqida gapirdik. O'zi uchun uy olayotganda odam nimalarga e'tibor beradi? Endi tabiiyki o'zi ko'rinadi, o'zi ishiga yaqinroq, o'zi turayotgan lokatsiyasiga yaqinroq uy tanlaydi. Keyin bizda bolalar bor, bolalarni o'qishiga ham qarab uy tanlanadi. Hammasini aytib bo'ldingiz уже desam. Ya'ni undan tashqari nima faktorlar bor? O'zi qaysi taraflardan uy olgan, qanaqa tanlagan yaxshi uy? O'sha aytganingizdek maktab-da. Но все равно o'sha даже o'zingizga uy olayotganda ham investitsiya tarafini ham o'ylash kerak. Просто yashamasdan, hamma o'sha taraflarni o'ylab chiqqandan keyin qayerda yana o'ylashingiz mumkin. Qaysi lokatsiya shunchalik yaxshiki,
o'sha yerda ko'proq sal spros ko'proqki что uyi narxi oshadi. Har doim o'ylash kerak, uyi qayerda narxi oshadi. Именно даже shunaqa joyda olayotganingizda ham, bolalaringiz o'ylab, boshqa oila uchun olayotganingizda ham все равно investitsiyani ham qo'shish kerak. Yo'li bor hali ham. То есть har xil agar lokatsiya shunchalik banklar yonida, masalan, restoranlar bo'lsa yonida, yo'li yuzida bo'lmasa, har xil mana bu mелочlarni o'ylab chiqsa, o'shandan ham pul ishlasa bo'ladi даже. То есть o'sha vaqtda ham investitsiyani qo'shsa bo'ladi deyman. Sal men orqaroqga yuraman-da endi. Bir xil aytib qoladi menga, o'sha uy olganda, birinchi uyni olganda endi pul yig'di deydi, to'plagandan keyin aytadiki, programmalar bor ekan deydi, что uyga men yaxshiroq interest rate olsam bo'lar ekan. yoki kamroq anumdan down payment bilan olsam bo'lar ekan. O'sha qanaqa programmalar o'sha haqida sizga gapirib bera olasizmi? Davlat anaqalari, kreditlari bor bu yerda. Masalan, agar kreditni skoringiz kamroq bo'lsa, FHA degan loan bor. FHA loan bilan olsangiz bo'ladi, faqat restrictionlari ko'proq, qoidalari ko'proq. Hamma uy ola olmaysiz. Uy yaxshi состоянияda bo'lishi kerak FHA da olish uchun. Kreditni skoringiz kamroq bo'lsa, o'shanda FHA loan yaxshiroq. Кредит скор yomonroq bo'lsa yaxshimi? Почему? Потому что sizni поддерживать qiladi. FHA как бы anaqangiz interest rate sal nima foizingiz sal ko'proq bo'ladi FHA bilan. No interest rate то есть kreditni skoringiz kamroq bo'lgani uchun sizni поддерживать qiladi. Qoidalari ko'p, qiyinroq uy olish. Kimlar uchun asosan kam ta'minlangan oilalar uchun? Yo'q, nima kreditni skori kamroq odamlar uchun. Conventional loan bor, VA bor, bu veteranlar uchun. Veteranlar uchun, military, military. Va FHA bor. O'zi ko'proq FHA orqali olishadi. FHA masalan men bu o'sha nima kreditni skoringiz kamroq bo'lsa, undan tashqari sizga то есть nima tax write off qilishga, tax write off emas, как бы birinchi yili, например, olganingiz uchun sizga tax return berishi mumkin. O'shanisi yaxshi. No, kam home buyer degan anavlar bor. Da, first time, the first home buyer opportunities da no restriction is ko'pki, unaqa xohlagan uyingizni ola olmaysiz. Yopish juda ham qiyin. Juda ham ko'p dokument so'raydi. Iloji boricha conventional yaxshiroq. Conventional как бы unaqa restrictionlari ko'p emas. Har bir uy ola olasiz. Da. Ko'p uylarni ola olasiz. FHA oxirida aytishi mumkin, yopa olmaysiz. Почему? Потому что uyda qanaqadir issue bor. Juda ham qoidalari ko'pki, qiyin yopish FHA'ni. Ko'p agentlar yoqtirmaydi. Masalan, men uy sotayotgan bo'lsam, kimdir menga FHA offer bilan kelib, kimdir men bilan conventional offer kelgan bo'lsa, men conventional olaman. Da, biz conventional olishga harakat qilamiz. FHA bilan to есть qiyinroq yopish. O'zim agar hali uy olmagan odamlar ko'pincha uy olish juda ham katta narsa deb o'ylaydi, rosa qiyin deb o'ylaydi. Keyin protsessiga kirgandan keyin ko'radiki, juda ham oson. Oson. Puli ko'pligini ko'ribki, hammasi olishni boshlaydi. 5% bilan uy olsa bo'ladi-da. Masalan, $1 million uyga $50 ming bilan kirib ketsa bo'ladi. $5 ming $25 ming bilan kirib ketsa bo'ladi. Odam o'ylaydiki, uy olish uchun 20% kerak ekan, 20% qachon men yig'aman deydi. O'zi ko'pincha o'sha siz sohangizdagi mutaxassislar 5% bilan olganda, mortgage insurance to'laganda, ustiga qo'shimchasi to'laganda 20% ga yetkazib turib, keyin bankka telefon qilganda, "Meniki 20% ga yetdi, endi olib tashlagan qo'shimcha insurance" deb sug'urtadan olib tashlaganda olib tashlaydi. Shunga menimcha ko'proq odamlarga umuman uy olishni o'ylab yurgan odamlarga ko'proq tushuntirish kerak-da. Ya'ni unaqa uy olish qiyin emas-da. Va tez mulkka ega bo'lasiz. O'zi statistika bo'yicha eng ko'p millionerlar ham real estate professional, real estate sohasida недвижимость oladi-da. Да, eng yaxshi yo'li недвижимость, мне кажется. И этот nima demoqchi edim? Nima deysiz, esimdan chiqib qoldi. Qarang, qachon sotishni maslahat berasiz? Olish gap tushundik. Siz olar ekansiz. Olganingizga faqat investor tomonidan qarar ekansiz. Bu ham yaxshi narsa. Faqat uy olib turib ichida yashash emasda, uni foyda ham qilgan deysiz. Qachon kimga sotishni maslahat berasiz? Yoki sotmaslik kerakmi bu uyni? Sotmagan yaxshi, lekin agar pulingiz bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, har xil rayonlar bor. Uy oldingiz, investitsiya qildingiz, rayon yaxshi bo'ldi, hamma pulni chiqarib bo'ldingiz. Boshqa rayonlar bor. Sotib turib o'sha pulni olib boshqa joyga qo'yasiz. Как shaxmatda o'ynaysiz. Тоже investitsiya-da.
Unaqa уже boshqa levelda, как бы смотри qanaqa situatsiya. Masalan, menga aytsa, men bu uyni sotmoqchiman desa, har xil uy har xil. Agar still agar pul ishlayotgan bo'lsa, men sotmasin deyman. Agar o'shani olib turib boshqa joyda yaxshi opportunity bor bo'lsa, sotib o'sha uyga olgan yaxshi, потому что ko'proq pul ishlaydi. Menimcha adolat bilan bitta case study qilsak-da, Davron. Nomerlari ko'riladi. Nomerlari ko'riladigan hozir foyda qiladi, zo'r qiladi deymiz-ku. Haqiqatan ham qancha foyda qilsa bo'ladi. Shuni bitta kalkulyator ochilaydi. Давайте. Siz menga umumiy hozir oxirgi 5 ta tranzaksiyangizdan bitta tranzaksiyani bersangiz, shu mana shunaqa uy oldim. Хорошо. Ya'ni investment tomonidan. Hozir men buni yopaydi. Mana bu narsani agar qo'ysak, ko'rinyapti. Qarang. Bu yana mana qanaqa qarash kerak? 27% depreciationni men commercial propertylarga qarab qilganman. Deylik siz aytganingiz bo'lsa 30 yillik qildik. Marylandda oxirgi masalan 4-5 yil sotgan uylaringiz o'rtacha narxi necha pul? 300 ming, вот так, да. 300 ming, 400 ming. 300 ming dollar sizga o'rtacha 10 ming dollar tax depreciation beradi. Bu endi anaqa qo'polcha hisoblash. Buni CPA'lar qarab turib, nima deyapsan demasin menga. Joy hisoblash, lekin CPA'lar buni boshqa hisoblaydi. Chunki accelerated depreciation bor, binoni alohida segregation degan depreciation bor. Detallarga boshlanishadi. Bizga kerak emas. Biz 10 ming dollar taxdan anaqa oldik deylik. Deduction oldik. Endi rental income keldik. Siz olayotgan uylardan 300 ming dollar uylardan o'rtacha oyiga qancha arendaga qo'ysa bo'ladi? Ijaraga. Townhouse-da 2,5. 2,5 bo'lsa bir 9% emas, balki 10% cap rate mana 2,5 ming bo'ldi. Mana highlight qilgan joyim 2,5 ming oylik, yiliga 30 ming dollar. 10 10% qo'ygan olgan uyingizdan 10% cap rate qilyapsiz, ya'ni net rental income qilyapsiz endi. Endi shu uyni olish uchun biz bu yoqqa kirishni boshladik. 300 ming dollar uy, closing cost o'rtacha necha foiz bo'ladi? 3%. 3% closing costga beramiz. Closing cost degan Davron bu anaqa uy olayotganda advokat, title company, bank o'zining feelari bor. Demak 300 ming dollar uyimiz 309 mingga tushdi. 309 mingdan siz umuman investorlarga siz necha foizni down payment, ya'ni oldindan beradigan miqdorni qanaqa belgilaysiz? Necha foiz deb beradi? Investorlar 20% обычно. 20%. Да. Demak bizni 300 ming dollarlik uy olishimiz uchun Adolat bilan Marylanddan 61,800 dollar pulga ehtiyojimiz bor. И 9 ming shu closing cost, da? Buni qo'ydimda вместе. Хорошо. 247 ming dollar biz endi bankdan oldik. Pastga qarab ketyapmiz. 247 ming dollar. Hozirgi bozordagi foizlarning narxi qancha? 6,5. 6,5. 25 yilga berishadi ko'proq mortgage. Bunaqa situatsiya это boshqa, bu flip. Bu 300 ming deganim. Agar flip emas bo'lsa, narxi kattaroq bo'lishi kerak. No, aytaylik, qaysi birini o'ylayapsiz? Flip masalan conventional loan oldingizda, regular conventional 25 yillik loan berishadi, to'g'rimi? 25 yillik. Тогда foizni kamaytirsak bo'ladi, conventional loan. Я думала этот flip. Bu masalan, investmentni qarasak necha yil loan anaqaga beradi? Investment обычно 1 yilga beradi, 6 oy или 1 yil. Siz anaqa hard money loan o'ylayaptim. Hozir обычный bo'lsa 30 yil. 30 yil. Hozir bunaqa qaraylik, masalan shuni oldik-da, conventional loan bilan oldik deydi. Hamma lenderga qilsangiz foizlar ko'tariladi. Endi shuni oldik. Deylik, men Davron bu uyni Marylanddan oldi-da. Adolat mana 61,800 pulim bor, sizga berdi. Olib berdingizda, siz Davronga har oy 2500 dollardan kira to'lashni boshladingiz. Down paymentni kamroq qilsak bo'ladi, agar conventional loan bo'lsa, down payment 5% qiling. 5%? 5%. Endi Davron pul qilmaydi, hozir Davronga pul qidirmoqchi edim men. Okey. 5% qildik, 15 mingdan boshladik. Endi amortizatsiyaga boraman men. Amortizatsiyada deylik, mana 293 ming dollarni biz endi ana qildik. 293 ming dollarni hozir bir sekund shuni qilaylikmi? Shuni o'tga oling. 293 mingga 6.5% amortizatsiya qildik. Ya'ni amortizatsiya nimani hisoblaymiz bu yerda? Adolat tushuntirib ketsangiz agar foizlar to'lovida 1982 dollardan interest to'lashim kerak. Men 1971 yo'ldan chiqyapti, 25 yildan 2,5 ming dollar menga income keldi, bu plyus sizga.
$2,500 $1,900 minus chiqdi. Aha. Minus chiqyapti endi bu yoqda. Endi 2500 qildingizda davronni foydasi bu yerda $529 agar boshqa xarajatlari bo'lmasa. 200 olib tashlashingiz kerak, ha, boshqa xarajatlarga. Boshqa 200 olib tashlaymiz unga. Minus qilamiz. Minus. Davron $300 pul qilyapti. Endi davron savoli shunaqa bo'ladi. Adolat $15,000 ga oyda $300 pul qilsam, mani cash on cash return nima bo'ladi? Bu narsa ko'p ishlatiladi real estate. Men qo'ygan puliga daromadim qancha bo'ladi desa, cash on cash return 25%. Вообще super desam. 25% qilyapsiz. Nimaga 25% qilyapsiz? Ham sizni anaqangiz to'layapti, bankingizni qarzini to'layapti, arendada o'tirgan odam, ijarada o'tirgan odam. Ham sizga u yerda $300 dan pul beryapti. Endi bu uyni siz 3% dan 4% dan agar appreciate qilsangiz, bir keyin anaqasi ham bor, rental increase ham bor. Har yili 3% dan 10% narxini ko'tarsangiz bo'ladi. Har yili ko'tarib boryapsiz narxini-da. Oshyapti. Demak, sizni anaqangiz cash on cash return nima desangiz, cash on cash returningiz 25%. Bu 25%ni Farhod akangiz kelsiz hayotda buni stock marketda sizga qilib bera olmaydi. Qilishingiz mumkin. Bor-ku. Adolatga bora qoling nima. Ya bor-ku stockda ham lekin. Endi unaqa 25%. Tesla. 25% qilish qiyin-da. Endi buni exitini qaraylik-da. Agar cho'zilib ketmasa, qilaveramizmi exitni? Sotamiz endi uyni. Deylik, Davron aytdiki, Adolat rahmat, siz bilan zo'r ish bo'ldi. $300 dan har oy kelib turibdi, Tesla'ning pulini to'lab turibdi. Endi men 5 yildan keyin sotaman desam buni. 5 yildan keyin appreciation schedule 15% qo'ydik. O men bittaga appreciation schedule nima degani? 300 ga olgan uyim 5 yildan keyin 364 ga ko'tarilishi. Maryland'dami? Marylandda yashaysizmi, Davron? Ya Virginiyada yashayman. Endi Maryland deb hisoblaylik. Maryland deb hisoblaysa, uyingiz где-то 600 ming bo'ladi u vaqtda 3 yilda. 3 yilda. Bu 5 yilda bu. 5 yilda 600 700 ming deylik. 700 ming. 2 barobar ko'tariladimi? Ko'tariladi. Men aytayotgan joy ko'tariladi. Da. Siz undan bo'ldi всё. Olaylik deb. Virginiyada unaqa bo'lmaydi. Virginiyada 500 ming bo'lishi mumkin. 700 degani 25% dan appreciation qilish kerak. Потому что o'sha upcoming area rivojlanib kelayotgan joydan olyapsiz. U потому что odamlar remont qilib yotibdi-da boshqa uylar yoningizdagi uylardan. Siz narxingiz ko'tarilaveradi. To'g'ri, ularniki rivojlanadi. Olish sotish ko'p ketyapti. Virginiyada narx bo'lmaydi. Почему? Virginiyada уже olish sotish unchalik emas. Odamlar ko'p ko'chib o'zgarish bo'lmayapti unaqa. Yaxshi joy уже. Endi 25% juda ham katta raqam. Agar 25% da Davron ketsa, qarang, Davron hozir sizni hisobingizda 15 ming pul bor. 5 yildan keyin 732 ga sotsangiz, u yerdan siz butun ijarani topgansizda, ijara sizni loningizni to'lagan. 632 qila qolaylik, ladni. Kamtar bo'laylik, slishkim. 632. 15% qildik. Yo'q, 20% ekan. 20%, 600 dan. Mana shu real. Undan ko'p oshishi mumkin, lekin qarang, bankka 118 ming to'lagandan keyin 40 ming siz ijaradan foyda qilyapsiz 5 yilda. Sotdingiz, 622 mingga sotdingiz. 622 dan keyin bu yerda yana 322 ming foyda qilasiz. 633 keyin balanssiz bo'ladi, bankdan qarzingiz qoladi. Ana qolgan to'g'ri, qolgan balans. Qolgan to'lab olgandan keyin 397 ming dollar. Qarang, 15 ming bilan kirib 400 ming bilan chiqib ketyapsiz. IRRs, and internal rate of return deydi. Pulingizni nima deydi, oshib borish miqdori 91% dan. Почему я в real estate? Ответ. Endi masalan, umuman bozor agar anaqasini qarasak ham 5% dan ko'tarilgan taqdirda ham siz 55% dan yiliga pul qilyapsiz. Shunga ham odamlar real estate tez boyiydi. Mana shu sizga jadval real estate dan qanaqa pul qilish va qanaqa qilib bu o'yinni ichida o'yinni qurollarini yaxshi bilgan odamlar qanaqa tez boyayotganini ko'rsa bo'ladi. 35 yoshlik, 20 yoshlik, 25 yoshlik, 30 yoshlik real estate agentlarni taniyman. Apartmanlari bor. Qanaqa bo'lgansan? 0 bilan boshlaganman. Ferrari'da yuribdi. Miami'da ko'rsangiz agar yosh bolalar Rolex'lar taqib olishadi. Tez boyiydi-da real estate. Ham o'zi real estate sotib qiladi, ham investment qilgani uchun bular hali flipni gaplashmayapmiz. Fliplar bor. 1 yilda olib turib 1 yilda sotib oladigan fliplar bor. Yaxshi pul bor o'tda.
Umuman bugungi beradigan mesajimiz ko'p odamlarga real estate ga investment qilish kerak. Real estate dan umuman tarixdan qarasangiz, ko'chmas mulkdan yaxshiroq bir joy qiladigan joy, foyda qiladigan joy juda ham kamda. Menda investorlar bor, 21 yosh, 25 yosh boshlashadi 1 yilda. Birinchi yil oladi, bitta uy oladi. Ikkinchi yil mayli 3 ta uy oladi. Keyingi yil 10 ta uy oladi. 10 ta uy oladi. Birdaniga. Ha, 10 ta uy oladi. 21 yosh, 25 yoshlar bolalar. Siz mana bizni ko'rib turgan o'zbek bizga auditoriyamizga yordam berasiz Amerikada. Siz Maryland, DC, Virginiyadasiz. Litsenziyam bor. No, qolgan shtatlarda ham sotaman, потому что Keller Williams kompaniyaga ishlayman, katta kompaniya. Boshqa joyda agentlarimiz bor, birga sotamiz boshqa shtatlarda ham. Biz tushunishimiz bo'yicha unaqa katta pul kerak emas universitetga kirish uchun. Faqat shu shaxmatdagi toshlar qanaqa o'ynashni bilib olsa bo'ladi ekanda. Da. И masalan har xil любой vaqtda, любой pulingiz bo'lsa kelsangiz, men уже sizni anaqaga bankka beraman. И situatsiyangizni to'g'rilab turib, keyingi yilga уже olishga tayyorlashim mumkin sizni. Например, bilmaysiz, qaysi finansiy situatsiyada siz bilmaysiz, u narsani lenderlar yaxshi biladi. И biz tushunamiz qanaqa situatsiyadasiz. И o'shanga to'g'ri maslahat qilib, men, например, klientlarim bor, birinchi yil ola olmadi. Men уже tayyorlayman ularni keyingi yilga. Mana shunaqa tax давать qiling, mana shunaqa men bitta qarzingizni to'lab oling, и mana shu shuncha pul ishlasangiz, bo'ldi, keyingi yilga mana bunaqa uy olasiz deb to'g'rilashni уже boshlayman. Boshlagandan emasda sizlar oldindan to'g'rilab berasizlar, kredit historyga yordam berishadi, aniq qilishadi. Потому что siz bilmaysiz-ku, nimani to'g'rilashingiz kerak. Просто qancha vaqtli boshlasangiz, shuncha qancha vaqtliroq kelib maslahat so'rasangiz, shuncha yaxshiroq. Потому что menda такой sistema bor. Sizni masalan o'ylagan narsangizni men может yarim yilda tushuntirib to'g'rilab bera olaman. Va tak. Davron podkastdan keyin qiladigan ishi Finansiy situatsiya. Ko'pchilik lozim. Siz zo'r maslahatsiz-chi уже. Sizdan olib bo'lgandirlar hamma maslahatni. Halol. Ashila o'raman lekin. Diamond я вижу. Olish kerak. Uyda anaqa yaxshi narsa. Ham soliq bo'yicha qaraganingizda, ham mana bunaqa sizga $2500 har oy hech kim bermaydi. Siz birovni mehnatidan foydalanyapsiz-da. Bundan yaxshiroq model yo'q-da. Do'stlar, bizani o'sha podkastlarimizni sponsor etayotgan kompaniyalar bor. Zero Max, Davron Law Group, The Finance Zoom, Oxus Wealth Strategies. Bu kompaniyalar mana shu proyektda olib borishimizga yordam beryapti. Va bunaqa kompaniyalarni ko'paytirishimiz kerak. Agar biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsanglar va immigrantlarni o'sha bizning maqsadimiz educate qilishda. Mana shu biz aytayotgan narsa, men o'zim hozir immigrant bo'lib sizlar berayotgan narsalar, cho'tak можно было deydi, ya'ni shunaqa bo'lib qoldi-da, shunaqa narsa bo'lib qoldi. Shu narsalarni odamlarni bilmayotgan odamlarga yetkazish uchun ochganmiz. Shuning uchun agar hamkorlik qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizga qo'shilishinglar mumkin. Va yana anaqa videoning tagida balki adolatni biznes kartini qo'yib ketarmiz. Reklama qilib, odamlar telefon qilsa sizlarga anaqa bepul maslahat, sizlar uchun bepul maslahat, o'zimiz vatandoshimiz, ko'p yillik tajribaga ega maslahat olinglar, boyishni davom etinglar. Xudo xolasa. Boy bo'lsinlar. O'zbeklarni ko'taramiz, конечно, o'zimizniki. O'zbeklarni boy qilamiz. Конечно. Bo'ldi. Rahmat sizga kelganingiz. Rahmat chaqirganingiz uchun. Интересный. Maza qildik. Да. Zero Max это